Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining bu yil 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayı uchun tasdiqlangan maxsus programmamizga xush keldinglar. Men program riyosatchisi Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar. Xuddi tunugungi xabarlar programmamizda aytib o'tganimizdek, oldimizda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayıning vakilligi uchun 30 ga yaqin davlatdan namzatlik iltimosi sunganlarning umumiy tizimligi 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorlik komitetining asosli mas'ullari, Qurultay raisligi, Qurultay taftish hay'ati va Qurultay ishki ishlar komiteti tarafidan oxirgi qitim ko'zdan kechirilib, namzatlik shartini o'rlagan jami 295 nafar kishining namzatlik salohiyati rasmiy ma'qullandi. Muqimlashgan bu rasmiy namzatlar 8 ayning 22 kuni butun dunyo miqyosida bir tutash holda o'tkaziladigan rasmiy vakil saylamiga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'ldi. 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorlik komiteti bu navbatlik qurultayning rasmiy vakillarining umumiy sonini 200 nafar qilib bekitdi. 8 ayning 22 kunidagi vakil saylamida 295 nafar vakil nomzodi ichidan bu 200 nafar rasmiy vakil saylab chiqiladi. Bu jihatda sizlarni yanada tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun bugungi maxsus programmamizga 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayıning tayyorlik xizmatlari uchun navbatda Chexiyada ziyoratda bo'lib o'tgan Dünya Uyghur Qurultayıning raisi hurmatli Dolqun Eysa apandimni alohida taklif qildik. Hurmatli Dolqun Eysa apandim, programmamizga xush keldingiz. Ko'p rahmat. Bu programmaga taklif qilganingiz uchun ayta xursand bo'ldim. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Oldi bilan alohida vaqt ajratib, shu Chexiyadagi faoliyatlaringiz jarayonida bugungi bu programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat etamiz. Hurmatli Dolqun Eysa apandim, 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning tunugun stansimizga bildirishicha, bu yil 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayıning vakilligiga nomzod bo'luvchilarning sonining oldingi qudratli qurultaylarga qaraganda xeyli ko'p bo'lganligini va bu qitim saylab chiqiladigan rasmiy vakillarning sonining ilgariga qaraganda alohida ko'p bo'lganligini bildirgan edi. Siz muhojiratga qarindoshlarimizning Dünya Uyghur Qurultayı bo'lgan bu qitimqi qurultayga yuksak qiziqishiga qanday baho berasiz? Oldi bilan shu haqidagi fikrlaringizni ekran oldi ko'ruvchilar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Sizmi deb o'tgandagidek kirish qismida bu qatim Dünya Uyghur Qurultayıga o'zini Dünya Qurultayıning vakilligiga o'zini nomzod qilib ko'rsatganlarning soni 300 dan ortiq eshib ketgan. Buni har qaysi davlatlardagi Qurultay vakillerini saylab chiqish komitetlari qurilgan. Bular va uningdan keyin Dünya Qurultayı raisligi va shundaqla taftish ishki ishlar bo'limi yana bir ikkinchi bosqichda bir qarab chiqishdan keyin 295 nafar kishining bu vakillik salohiyatining, ya'ni vakil bo'lishga salohiyat to'shidi deb qaror qilib bekitildi. 8 ayning 22 kunisi hamma davlatlarda, ya'ni imkoniyat bo'lgan davlatlar, chunki hozir ba'zi davlatlarda yana qaytadan karantin tüzümü yol qo'yilib, 20 dan ortiq, ba'zi davlatlarda 10 dan ortiq, ba'zi davlatlarda 40 dan ortiq insonning bir araga kelishi cheklanayotgan bo'lganligi uchun ba'zi davlatlarda biroz qiyindek ko'rinadi, ammo Uyg'urlar to'plab o'ltiraqlashgan ko'plagan davlatlarda 8 ayning 22 kunisi 295 nafar qurultay vakillarining ichidan toplam 200 nafar qurultay vakilini rasmiy vakil qilib sandiq bashir qilib saylab chiqadi, xalq saylab chiqadi. Qolgan 95 nafarni vakil kandidat deb ularni qurultayga taklif qilamiz, qurultayga kelib takliflarni berish huquqi bo'ladi. Demak, 7-navbatlik qurultayga dunyoning hamma yerdan bu hozirgacha o'zining iltimos qilgan bu bir yangi sistemda, yangi bir islohotda hozirgacha Dünya Qurultayıga vakillar shu davlatlardagi tashkilotlarning ko'rsatish berishi bilan, shularning nomzod yo'llab berishi bilan qatnashib kelgan. Albatta, u bir qonunlik jarayonda, chunki shu davlatlardagi tashkilot rahbarlari shu davlatlardagi xalqimiz tomonidan saylangan salohiyatli insonlardir. Hamda biz bu qatim yeni bir sistem, yeni bir islohot olib berish badu. Bunun sebebi her qanday bir inson dava xizmat qilaman, jumladan Dünya Qurultayıning ichiga kirib men xizmat qilaman deb o'zini shunga tayyor hisoblagan, shartlarni hozirlagan har qanday insonga biz ishimizni oxirigacha keng ochaylik. Hech bir dava uchun xizmat qiladigan o'zi shunga tayyor bo'lgan qarindoshlarimiz, vatanparvarlarimiz sirtib qolib qolmasin bu xil sabablar bilan.
degan narsalarni qilgan. Buning haqiqatan to'g'ri bir hisobotli qaror bo'lganligini bu vakillarning o'zi nomzod ko'rsatganligidan bildik. Bu qiziqish yuqori. Buningdan biz xursand bo'ldik. Bu xalqimizning dunyo qurultiyiga bo'lgan ishonchining, dunyo qurultiyiga bo'lgan hurmatining va shundaqli dunyo qurultiyiga ichiga kirib xizmat qilish orqali vatan millatga bo'lgan o'zining vijdoniy, diniy va milliy majburiyatlarini ado qilishga nisbatan yuksak bir urinayotganligi va bunga nisbatan dunyo qurultiyiga bo'lgan bir ishonchning yuksak bo'lganligini ko'rsatib, biz bunga xursand bo'ldik. Deganimizdagidek biz bu qator mayli qanday ko'z qarashga bo'lishidan qat'iy nazar, qanday ideyadagidan bo'lishidan qat'iy nazar yetarki vatan millat uchun xizmat qilishni birinchi prinsip belgilagan, fidokorlik ruhi bo'lgan har qanday yosh qari bo'libmi bu qatim biz yoshlarga ko'proq e'tibor berdik, xonimlarga ko'proq e'tibor berdik. Hatto har qaysi davlatlardan bu vakillar nomzodlarini tanlashga mas'ul bo'lgan komitetlarga dunyo qurultiyining alohida bizningki iltimosimiz yoshlar va xonimlarning ko'proq bu ishga kirishini, shuni rag'batlantirishni qildik. Qurultay rahbarlari olsun, men olsun dünyanın köplüğün joylaridagi yoshlarimizga, hatto ba'zi yoshlarimizga ayrı telefon qilib, chunki ba'zi yoshlarimiz o'zi bunga shartlarni hozirlayolmaslikdan ansirab jasorat qilmaganlar bor ekan. Uni jasoratlantirdik. Yoshlarimiz çünkü hem şartlarını o'zlab bulanmasligi mumkin, ammo ba'zi siyosiy qizil siziqlar bor. Buning sirtiga chiqib ketmagan. Ama bazı mesela bedel pulga o'xshaydi ama ya boshqa shartlarga o'xshash bu shartlarni to'liq o'rlab bo'lmagan imkoniyatsizlik sababdan bo'lsa, buni ma'lum nisbatda bu shartlarni kechirim qilish mumkinchiligi haqida qilgandan keyin natijiq yoshlarimizmi bunga murojaat qildi. Bu bizni haqiqatan xursand qildi. Bu yalnız bizni emas, bizga hozirgacha kelayotgan nurg'unlagan uchurlar va ma'lumotlar bor dunyoning hamma joylaridan. Bularning bu uchurlardan haqiqatan bunday bir qaror olganligimizning bugungi dunyo shartlarida milli davoyimizningki taraqqiyotida shundoq bir bosqichga kirganligimizni, ang seviyemizning Sharq Turkiston milliy harakatining insonlarimizning ang seviyasining demokratik tushunchasining haqiqatan xalqaro bir seviyada taraqqi qilayotganligi shu nuqtaga kelganligini ko'rsatdi. Biz buningdan ko'p xursand bo'ldik. Köpten köp rahmet hürmetli Dolqun Eysa efendim. Hem de yukarıda siz dep öttünüz, vekil namzatlarının salayeti muqimlaştı. Bu qitimki qurultayga vekiller arasından ayollar ve yaşlarga alayda sana ajırtılgan boldu. Siz mi bu qurultay münasebeti bilen Çexiyada özünüzün faaliyetlerini davamlaştırıvatsız? Bundan keyinki jaryan qandaq boldu? Şu vaqtda biraz to'xtalib o'tamisiz? Şu ben tönegin Çexiyaga keldim. Maksat çünkü 11. aydaki qurultayning tayyorlik xizmatlarini qilish. Bu yerda Uyg'urlar yo'q, bir ikki oila bor. Uyg'ur tashkilotlarimi yo'q. Shunda bo'lgandan keyin bu yerda yani dünyanın hem yerden 200'den artıq vekilini bir yerga ekilib 4 günlük bir programni o'rinlashtirish oson bir jarayon emas. Shuni bu yerda hükümet tarafından bo'lsin, siyosiy partiyalar jihatdan bo'lsin va xalqaro tashkilotlar tarafından bo'lsin bir qo'llashga erishishimiz kerak. Ular bilan hamkorlik qilmay turib, ularning bu yerda biz bilan dunyo qurultiyining hamkorlik asosida ev sohibxonlik qilmay turib, onda bir cho'ng organizasyondan için chiqib bo'lish qiyin. Shuning uchun tönegin bu yerga keldik. Kep tönegin bir kısım teşkilatlarının bir kısım chet el diplomatları bilan hükümet adamlarıyla uçuruş oldu. Bugün ve erta yani uçuruşlarımız buludu. Ularning töneginki uçuruşlarımız jarayoni zaten kelishdan burun aloqalarimiz bo'lgan. Nayti qo'llashga erishayotganligimizni, ularning butun kuchi bilan bizim bu qurultayimizni qo'llaydiganligini, yordamda bo'ldiganligini bildirildi. Bunun nayti xursand bo'ldik. Yana 2 kunlik jarayonimizda bir yerdeki başka lojistik qo'llashlar va boshqa tayyorlik xizmatlari uchun ko'rishmalarda programlar uchun muzokara qilamiz. Nayti yaxshi bu yerdagi hukumat tarafidan bo'lsin va yoki boshqa xalqaro tashkilotlar jihatdan bo'lsin va Uyg'ur masalasiga qiziqayotgan, bizga yordam qilayotgan Uyg'ur do'stlarimiz bor ekan bu yerda. Ham buningdan keyingi jarayonlar masalasiga kelsak, şu 295 vekil muqimlash bo'ldi. Yani kandidatlık şartlarga vekil bo'lish shartlarini hazırlagan insanlar. Hem de 8. ayın 22. günse yukarıda mı dep öttük. Her qaysi devletlerde, köplügen devletlerde sandıklarını kurulup işerdeki vatandaşlarımız özlerinin şu devletler, her qaysi devletlerge bergen sallaba. Şu vekillik kandidatlık iltimas qilish jarayonida ba'zi devletlarninki vekillik soninin oshirishini talab qilganligi uchun dastlabki 150 nafar deb atrofida plan qilgan, keyin tayyorlik komiteti ehtiyojning ko'p bo'lganligini, ba'zi davlat tashkilotlarining ko'p bo'lganligini, ba'zi davlatlarda bu sonning oz bo'lganligini talab kelganligi uchun buni 200 ga yukseltirildi. Şunun hem de 8. ayın 22. günsi
bu 200 vekil tanlap çıkıldı. Ama kalan sayılanmagan 95 kişi kaldı. Bunu mu biz kandidat vekilde favqulodda rasmiy vekiller her xil sebeplerden katlaşamaydigan, ağırıp kalgandek evvalla yüz berip kalgansa şu kandidat vekiller şularning o'rniga to'liqlandi. Hem de 8. ayın 22. günü bu sandıktan vekillerinin resmi sayılıp çıkkandan keyin bu ilan kılındı ve onundan başından keyin ikinci basqıç başlandı. İkinci basqıç 9. ayının 5'inden başlap ve kurultay tayyorlıq komiteti 5 komitet kurulgan. Bunun birisi saylam komiteti, yani kurultay rehberligini saylaşqı riyasetçilik kılgan komitet. Bu komitet işe kirişidi. Bu komitet özününki kurultay rehberlerinin reislerden tatip her qaysi komitetinin müdürleriga bo'lgan bütün kurultay rehberlerge ve kurultayda vazifasini xalaydigan her qanday kishi uchun ish ochiq bo'ldi. O'xshashli kurultay vekilliklarga o'zini ko'rsatganga o'xshash kurultay vekilligiga salohiyat qozongan, saylangan 200 nafar kurultay vekilleri ichidan her qanday bir kishi o'zini kurultayning reisligidan tatib muavin reislergiçe, icra komitinin reisiga, icra komitinin muavin reislergiçe ve dünya kurultayı terkide 16 komitet varmış. Komitetlerin her qaysı komitet müdürlergiçe yüzüne aşı şartlarını hazırlayan asasda kandidatlık kösüş hukuku var. Bu takriben 9. ayının ahırgıçı devam kıldı. Ola kösetkendiğin keyin ola tolduğun cedveller, iltimaslarını yani tayyorlıq komite görüp çıkıdı. Körep çıkıp ve ulanın şu şart uygun bulup bulmaganlığı qarab çıkkandan keyin anda olsa bu komitede yoki kurultayın reisligiga, muavin reisligiga ma adam la kandidat deb bunu ilan kılıngan gap. İlan kılgandan keyin zaten saylamdan burun bütün vatan sirtidagi her qaysi davlatlardagi jamoatchilik, milletimiz, xalqimiz kimning qaysi o'ringa kandidat bo'lganligini bilalaydi. Yani bir yerda hamma narsa nihoyatda uchuq, yo'ruq, hech qanday bir maxfiyatlik va yoki bo'lmasa hech qanday bir shaklda tutuqliq, gungiliq mavjud emas. Hamma narsa suzuklik, pokizlik, ochiq oshkorlik shaklda elib berildi. Bu jarayonda hamda bizning katibatlik komiteti, tayyorlıq komitetining tarkibidagi katibatlik bo'limi bor. Bular 9. ayının 5'inden başlap vekiller eniq bo'ldi. Anından keyin bu kurultayga yalnız bizde Uyghur vekiller, Şarkı Türkistanlık vekillerle emas, xalqaralıq Uyghur qo'llovchilarini, siyosilarni, çünkü sizin bilginingizde 6 parlament bugüngacha Uyghur qirg'inchiligini rasmiy to'ndi. Buningda nihoyat aktiv rol o'ynagan parlament a'zolari bor, siyosilar bor, mutaxassislar bor. Bularni mı çağırırız? Biz bularni mı bu kurultayga içiliş murasimi üçün alaydı mihman şekilde çağırırız ve ular kurultay jarayonida kuzatuvchilik ham rolini o'ynaydi. Shunday bir qism xalqaro tashkilotlarning rahbarlarini chaqiramiz. Shuni 9. ayının başlarından başlap rasmiy taklifnomalarni avatish ishlari boshlandi. Demak, bundan qadam bosqichi shu shaklda davom qildi. Rahmat, hurmatli Dolqun Eysa efendim. Hürmetli Dolqun Eysa efendim, 7. növbetli kurultay fakat vekil ve rehberlik sayılımdan ibaret emas. Yani bu kurultayda belki nurgun muhim meseleler müzakere kılınışı mümkün. Yani bu 7. kurultay gün tertibinde qandaq faaliyetler ilip berildi. Bu hakkında biraz kısa uçur beremisiz? Elbette, to'g'ri siz degandagidek bu 7. navbatda kurultay yalnız saylam bilan bo'ladigan kurultay emas. Bu Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni maqsad qilgan, ya'ni xalqimizning, millatimizning kelajagi uchun bu davoni texnik qanday kuchlantiraymiz deganni maqsad qilgan bir kurultay. Shuning bu saylam kurultayning bir qismi. Ama bunun da yani onundan mı mühim bo'lgan bir yerga chet ellik mutaxassislarni chaqiramiz deyapmiz. O'zimizning ichidan mutaxassislarni chaqiramiz. Har qaysi davlatlardan tanlangan, saylangan vekiller kelib o'sha Sharq Turkiston milliy harakatining strategiyasini ko'zdan kechiradigan gap, qimmatli fikrlarni beradigan gap va uningdan keyingi 3 yil jarayonidagi kurultayning programmalari, xizmat, çünkü her qaysi komitetlar o'zining xizmat planlarini o'tirib qo'ydi. Anından keyin bu qatimqi kurultayda vekiller cho'qim bu saylangan ve kandidat vekillerinin hammasi cho'qim bir komitetda xizmat oladi. En azı bir ya iki komitede hizmet aldı. Bular burunqidek kurultayga kiplam mümkün bo'lib ketadigan va yoki kurultayda o'zining fikrini berib, undan vaqtlarda bu kurultayga bek aktiv ovoz qo'shamagan avvallar. Bu qatim her bir vekil xuddi bir davlatlarning parlament a'zolariga o'xshash funksiyoni bo'ladi. Her iş haftada bular to'g'ri yig'ini etish orqali muzokaralarni qildi. Yangi dunyo kurultayı qabul qilgan strategiyaning yo'linishi asosida
konkret xizmat faoliyatlarini elib boradi. Shuningga bu qadam qurultay deganimizdagidek Sharq Turkiston Milliy Ozodlik harakatining strategiyasini muzokara qildi, nalar to'g'ri qildik, nalar xato qildik, bundan keyin qanday qilish kerak degan masalada mutaxassislarning fikrlari o'tirib qo'yildi va o'tgan asli 3 yillikda ham 4 yil o'tib ketdi, chunki virus sababidan 4 yillik faoliyat dokladlarini dunyo qurultayining rahbarlari 4 yıllık nimelerni qildi. Bu yüzden hizmet dokulatını sunuldu, maliye dokulatları verildi. Milletimizden bizge nurgulagan maddi yardımlar oldu. Bulanın hesap kitabını bütün halkımızga berimiz bir yerde. Onun için halkara mutaxassislarni, siyasilerini çağırış arkalı ulanın fikirlerini anlayımız, ulanın teklif tavsiyelerini anlayımız. Şunda qilib bu Sharq Turkiston davasını qandaq şekilde texim yükseldireleyimiz. Bo'libmi bugun navbatda ciddi bir mesele bo'lgan bu irqiy qirg'inchilik 21 asrda yurgizilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni qanday qilib to'xtata olaymiz bir chora haqida izlanishlar, muzokaralar, boshqatirishlar elib berildi. Rahmat hurmatli Dolqun Eysa efendim. Oxirida yuqorida deganlaringizga qo'shim chiqib qo'ydigan va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ekran orqali xalqimizga qanday yurak so'zlaringiz bor? Shuning bilan bugungi programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Ahırdaydığının bütün Şarkı Türkistanlık vatandaşlarımızga chet eldeki bu kurultayının açılış için hazırdan başlap maddi, manevi yardımlarını bergen bir vatkan kırındaşlarımıza köp rahmet eytimiz. Aval şu vekillik kurultay vekillik için özlerini namzat gösterken. Ben şu dünya kurultayıga kirip durup hizmet kılımen de şu ruhni ifadeleyen bütün kırındaşlarımızga bir yerden çunkur rahmet eytimen. Ula meyli kurultay vekil olup saylansın ve kandidat vekil olup saylansın. Bulanın hemmesi hakikaten bizden söyümlük insanlarımız. Muşundak pidakar, kabiliyetlik, cesaretlik. Bu bir cesaret meselesi. Nurgulanan insanlar belki cesaret kılamagan buluşu mümkün. Vaktim çıkmayıp deyişi mümkün. Okukan buluşu mümkün. Şarayitla yer vermegen buluşu mümkün. Çünkü bu dava kabiliyetlerden burun cesaret ve pidakarlık talep kıldıgan nerse. Pidakarlığınızın gösterilgen vaktinizin üzerinde kalan iktidar hem nesini ekegil buldu. Şununla muşu cesaretini gösterken, muşu pidakarlığını gösterken bütün vekillerge ve dünyanın hem joylarida muşu vekil saylaş ve bunun dinkin kurultayının galbilik geçiriş için bizden hemkarlaştıran bütün cemaatçiligimizge teşkilat arkadaşlarımızga hemmelerine bir yerde yani bir kadar hürmet salamlarımını aldığımız hizmetler var, hizmetler jarayonida bizni yani kurultay vekilligi iltimas her xil o'zining shaxsiy sebeplari bilan imkoniyatlar sebebinden iltimas kılanmagan ama yana nurgulagan söyümlü, kabiliyetli, fidakar insanlarımız çokum var kurultayının. Ama ulanın mı bizge kurultay tayyorlik komitetiga, kurultay tayyorlik komitetining başlığı Parat Muhammedova, her qaysi komitetlarning müdürlerinin ismi e'lon qilindi, uchur vasıtları, aloqa vasıtları var. Shularning hammasiga o'zining qimmatli teklif fikrlarini, yani mandaq bir şekilde bo'lgan bo'lsa, bizning bunda teklifimiz bor deb har qanday bir teklif bo'lsa, uni qarshi olamiz ve bunu biz özümüzün imkaniyetlari doirasida uni özümüzün kurultayda o fikirlerden faydalanımız. Şununla bütün vatandaşlarımızga aval hazırgıcı bo'lgan qo'llashlari uchun rahmat aytaman ve buningdan keyingi kurultay tayyorlik xizmatlari jarayonida moddiy jihatdan bo'lsin, fikriy jihatdan bo'lsin, bularning hammasiga biz iltimosimizni murojaat qilamiz bu yerdan. Ayımanglar, bizni desteklanglar, qo'llanglar. Bizning vatandaşlarımız qanchalik bizni ko'p qo'llasa, fikriy jihatdan, har jihatdan qo'llasa, biz xalqimizga texim ko'p hizmet bereleyimiz. Çünkü dünya kurultayı, milletimizden kurultayı, dünya kurultayı, halkımızdan kurultayı, dünya kurultayı, Şarkı Türkistan halkının ebedi, hür, erkin, müstakil yaşaş hukukunu kolga ilish için küreş kıvatkan bir teşkilat. Şunun için dünya kurultayını kollaş, onu qoğdaş her bir Şarkı Türkistan halkının milli ve vicdani burcu dep oylayman. Bu jarayonda ertugün içinde Xitay hükümeti zaten başlavatıdı. Bizga nisbatan her xil şekilde hücumlarni qildi Xitay hükümeti, xalqarada qildigan hücumlarga biz hozirgacha xalqaradagi tutgan do'stlarimizdan, xalqarada qo'llashlarımızdan onun loyiq javobini berib keldik ve bundan bera olamiz. Unda hech qanday bir nimamiz yo'q. Ama Xitay hükümeti ba'zan chet elda o'zining ba'zi yollanmalarini, ba'zileri haq berib, ba'zilerini haqsiz şekilde ishlatyotgan
Bazı dünya kurultuyu düşmanları, dava düşmanları bunu biz körəklik ve torbetlerge çıkarıveriş arkalık bugünkü dünyanın bu sosyal medyalardaki afzalliklerden paylanış arkalık milli davayımızga, yalnız dünya kurultuyu emas, chet eldeki nurgulluğun aktiflikten hizmet kılatkan teşkilatlarımızga, dava adamlarımızga her xil suikastlarını oynayatkan Xitay hükümetinin chet elde haksız veya ki hak elip durup ikki xil bo'la. Mushu şekilde hizmet kılatkan Xitay Komünistik Partisi'nin bayanatçılarına şahit bo'layotimiz. Bunda bayanatçılar ertegen yana sayrap getishi mumkin her xil şekilde. Bunun xalqimizning hoşar bo'lishi, ulag'imi loyig'ida xalqimiz sezgir bo'lib turib javobini berish kerak. Bu mu bizni bir qo'llaganlik? Chunki dunyo qurultiyi hozirgacha biz sukut bilan amaliy xizmatlarimiz bilan da'vo qilish, dunyo qurultiyi bo'lgan har xil haqoratlarga nimalarga aralashmay, bizning qilgan xizmatimizdan xalqimizga buning javobini berishni qilib keldik. Endi xalqimizning bu masalaga sezgir bo'lib, har ishga biz dunyo qurultiyi yetishib olmaymiz. Bizning qo'g'dash, mudofaa qilish va yordam qilishdan iborat ba'zi majburiyatlarni xalqimiz ustiga pidoyi bo'lib ustiga elish kerak. Bunda bo'lgan vaqtda biz xalqimizga texim ko'p xizmat qila olamiz. Shuning uchun bu yalnız dunyo qurultiyi emas, da'vo uchun xizmat qilayotgan chet eldagi butun tashkilotlarimizni o'xshash shaklda mudofaa qilish xalqimizning majburiyati va vazifasi deb qarayman. Hürmetli Dolqun Eysa efendim, shuncha aldırış bo'lishingizga qaramay Chexiyadan ziyoratimizni qabul qilganligingizga bütün ko'rmanlarimiz nomidan alayda rahmat aytaman. Safaringiz o'ngishli bo'lgay. Rahmat. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiga atgan maxsus programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.